Mana buni qarang. Mana oligarxlarning uyida bo'ladi mana shu narsalar. Endi mana bu uyni ko'ring. Qaranglar uyga. Mana shu uyimizni 804 sotuv 599 ming desam qiziqqan bo'larmidinglar, qaranglar. Hozir sizlar bilan to'liq obzor ko'ramiz. Xo'p, mana fasad qismini ko'rsak bo'ladi. 804 sotuv maydonga ega, bunaqasiga 28, bunaqasiga 30 metr uglovoy tushgan ekan. Mana qaranglar uyga bahaybatligini. Lekin sifatda ham dodasini qilgan ekanlar. Hozir sizlar bilan ichlarini ko'rib ketamiz. Xo'p, darvozadan kirish, ikkita darvoza bor bizning uyimizda. Bittasi mana shu asosiy bo'lsa, ikkinchisi garaj qismi bo'ladi. Aytganimdek 804 sotuv maydonga ega, 7 tacha xonasi bor, 6 tacha sanuzul bor, полностью asijsiz qilingan uyimiz. Bu yoq dayistagida tapchalar qo'yilgan. Hovlisini qarang. Bu yoqdan ko'rinishi 599 ming chiqarilyapti. Qayerda ekan bu uy desangiz, hop, Arentir Dorisolar masjidini bersak ham bo'ladi, Xuvoydo desak ham bo'ladi. O'zbekiston mahallasi degan o'shalarning o'rtasida joylashgan lokatsiya. Bu yoq tarafda zdaniyamizda ikkita xona bor. Bu yoqda oshxonasi bor, letniy qilingan, mana garaj qismi. Podvalga bu yoqdan ham tushsa bo'ladi, boyga kirib kelgan darvozamiz oldidan ham tushsa bo'ladi. Lekin uyimizni prям shikarniy состоянияda turibdi. Hozir ichlarini ham qisqacha ko'rib ketamiz. Qani ketdi. Bu yoqdan ham qaranglar, mana kirsa bo'ladi, bu yoqdan ham kirsa, mana asosiy binodan kiramiz. Mana bu hovli qarang. Mana shu lyustrani yoqolmadim ochig'i bor. Yoqqanimda bundan ham boshqacha bo'lardi, qarang. Uy kattaligini. Shikarniy состоянияda turibdi. Uy полностью asijsiz qilingan ekan. 50 mingdan ko'p pul ketdi dedilar mana shu asijsiz qilish o'ziga. Bu yoqda такой мягкий zona uchun mo'ljallangan xonamiz, menimcha. O'rtada katta hol. Bu yoqda mana shunaqa akvariumlar ham bor. Zinaga bu yoqdan ham chiqsa bo'ladi, ikkinchi etajga bu yoqdan ham chiqsa bo'ladi va naryo binoga ikkinchi etajdan o'tib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda mana oshxona qismi. Nimalar ko'rsak hammasi qovokkan ekan. Va bu yoqda mana bunaqa zo'r joy qilingan ekan o'tirishga qarang. Takoy ko'rpachalar, stol, kaminlar ham ishlar ekan. Bu yoqda TV zonalari, mana отдельно bu yoqdan kirib chiqsangiz ham bo'ladi. Va bu yoqda bitta spalniya xonasi ham bor ekan. Ichida o'zining sanuzullari bilan tayyor turibdi. Xo'p, mana ko'rsanglar bo'ladi. Sveji hamma narsa. 599 mingga zo'r narsa deb o'ylayman. Lokatsiyasi ham zo'r. Hozir ikkinchi etajdan ham ko'ramiz sizlar bilan. Tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa lokatsiyadan uy qarab olgan bo'lsangiz, shikarniy variant deb o'ylayman. Hop, mana ikkinchi etajga chiqdik. Bu yoqda mana shunaqa katta hol qilingan. Tepadan ko'rinishi. Shi zo'r lekin. Kim olsa ham nasib qilsin, zo'r uy ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda bitta spalniyamiz bo'lyapti, katta, ichida o'zining sanuzullari bilan ko'rsanglar bo'ladi. Sveji bo'lib turibdi sanuzullari. Xo'p, endi naryoq tarafga o'tamiz. Bunaqa katta balkonlar ham bor ekan. Bu yoq tarafdan ham chiqsak bo'ladi. Zo'ri. Bu yoqdan katta balkon, bu yoqdan katta hol bor. Xo'p, bitta xonamiz bor yana. Ichida buni ham o'zining sanuzuli bor. Spalniya degan bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Xo'p, yana bitta xonani ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bu yoq taraf уже naryozdan o'tib ketadigan точка. Bu yoqda sanuzul qilingan ekan. Bu yoqdan bu точкаga o'tib ketamiz. Bu yoqdan ikkita xona bor ekan, ya'ni hol bilan spalniya bor ekan. Bu ham katta xonalar qilingan ekan. Mana spalniya xonasi. Takoy отдельный spalniya bilan hol degan bo'lar ekan. Videoni обязательно tanishga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu atrofdan shu katta hovli qarab o'tgan bo'lsangiz, mana sizga variant. To'liq video olib bera oldim deb o'ylayman. Hop, podvallarni videolar qilmadik. Podvallarimiz to'liq qilingan. Bu yoqqa endi menimcha o'zingizlar ko'zinglar bilan kelib ko'rsanglar zo'r deb o'ylayman va joyida o'zingizlar savdolashib barakasini qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.